Bu nima? Voy! Jaji yoqimtoy quyonchalar. Ya, o'rdakka nima bo'ldi? Emi xonim, o'rdak nimanidir yuta olmayapti. Shoshmanglar, mana boryapman. Mana shunday. Hoyil, zo'r ekansiz Emi xonim. Nega hamma hayvonlar sizni yaxshi ko'rishadi? Biz hayvonlarga yordam bersak, inshaalloh ular bizni do'stlarimizga aylanishadi. Shundaymi? Hoyil, men ham Emi xonimdek bo'lishni xohlayman. Men ham ular bilan do'stlashmoqchiman. Yaxshi, men bilan yuringlar. Doim bo'laylik g'amxo'r. Katta kichik jonzotga inshaalloh buning uchun olamiz ajrim. Alhamdulillah, biz endi do'stmiz. Meni bitta ajib do'stim ham bor. Menga ham ko'rsating. Unda ortimdan yuringlar. U qayerda? Do'stingizni ko'rmayapmiz. Voy, nima bu? Hoyil, bahaybat ekan. Voy! Qo'rqmanglar. Bu shunchaki Emu. Emu nima? Qush, uni ismi Koko. Koko yaxshi qush. Rostmi? Lekin qo'rqinchli ko'rinar ekan. Shunaqami? Biroq juda ham yoqimtoy. Xana, kel Kokoga biz ham g'amxo'rlik qilamiz. Aniq bilaman, keyin u biz bilan do'stlashib oladi. To'g'ri aytding, Umar. Yaxshi. Keling hammamiz birga Tozalaymiz yon atrof. Koko bilan baxtiyor. Endi bizdek do'sti bor. Mana, kel, suv ich. Xana, kel unga ozroq don beramiz. Yaxshi. Keling hammamiz birga Kokoga don beramiz. Koko juda baxtiyor. Uni bizdek do'sti bor. Voy! Koko, iltimos yeb ol. Koko don yeyapti. Endi bizni do'stimizga aylanadi. Inshaalloh. Ha, alhamdulillah. Xana, Voy, bu yashil narsa nima? chiroylilikni. Bu nima, Emi xonim? Bu Kokoning. Hoy! Yosh Koko, hammasi joyda. Men bilan yur. Nega uni jahli chiqdi? Voy, qo'rqyapman. Endigi yashil narsa Kokoning tuxumi. Bir muncha vaqt oldin Koko ikkita tuxumini yo'qotib qo'ygan. Astagfirulloh al-azim. Jim, qo'rqma. Senga yordam bermoqchiman. Jim. Hoy. U oxirgi tuxumidan ham ayrilib qolishidan qo'rqadi. Bechora Koko. Shuning uchun Kokoni tuxumiga tegmasligimiz kerak, xo'pmi? Xo'p. Voy, Kokoni tuxumi. Biz Kokoni tuxumini qutqardik. Alhamdulillah. Ola qol, Koko.
Voy. U nima qilyapti? Koko xursand bo'lganida shunday raqsga tushadi. Hozir juda ham xursand, chunki tuxumini qutqarib qoldinglar. Ajoyib raqs ekan, Koko. Doim bo'laylik g'amxo'r. Katta kichik jonzotga Inshaalloh buning uchun olamiz ajrin. Subhanalloh. Assalomu alaykum. Hoy do'stlar, biz jonivorlarga hamisha G'amxo'rlik qilishimiz kerak. shunda bizga ajr va savob yoziladi. Ular ham do'stlarimizga aylanishadi. Bu esa ajoyib. Alhamdulillah. Umar va Mimi hikoyasi. Shuning uchun men olmaxonlarni, quyonlarni, Voy, qoyil. qushlarni va o'rgimchaklarni yaxshi ko'raman. Voy, Yaxshi, rahmat. Mitti do'stlaringni yana qafaslarga solib qo'yishing mumkin. Endi navbat Umarga keldi. Hammaga assalomu alaykum. va alaykum assalom. Bugun men sizlarga Mimini tanishtirmoqchiman. Bilasizlarmi bolalar? Men oldin Mimini yoqtirmasdim. Voy, nega? Oyjon bunga qarang, bu yerda bor ekan mitti mushukcha. Mushukcha? Mushukcha. Oh, Unga o'zim qarayman endi, biram yoqimtoy ekan. Garqarorsiz mushuk boqsak, ezgu ish qilgan bo'lamiz. Qani, axir men mushuklarni yoqtirmayman-ku. Hech qisi yo'q. O'rganib olasan. Iya. Qani, birga o'ynaymizmi? Hey, meni dinozavrim qani? Mana. Ha, qani. Ha, iya, qaranglar. Aha. Ya. Hoy, nima bo'lyapti, Umar? Qarang, bu yostiqcha meniki. Mushugingiz unda uxlab yotibdi. Umar, qo'y tinchlan. Yo'q, xohlamayman. Mushukcha bilmasdi buni. Dadam to'g'ri aytyapti. Bu yostiqcha meniki, uni yaxshi ko'raman. Sabrli bo'l jon bolam, yuqmaydi gard ham. Mushukchani yaxshi ko'r endi. U shunchaki mushuk bolasi. Ataylab bunday qilmadi. Mushukchani kechira qol. Uni xursand eta qol. Bu oson emas. Nima? Mimini baribir kechirmadingmi? Ha, yaxshi bo'lmabdi. Shoshmanglar, Umar hali hikoyasini tugatmadi. O'sha kuni kechasi bilan chaqmoq chaqib, momaqaldiroq bo'lgani uchun sira uxla olmadim. Voy! Pişti, pişt. Vay. Qo'y, mushukcha qani? Mimi yo'qolib qoldimi?
Nima qilding, Umar? Tinchlaninglar, qo'rqmanglar. Mimi qayoqqa ketdi? Hey! Uyni hamma yog'ini qidirib ko'rdim, lekin uni topa olmadim. Qayon ketdi mushukcha? Qayon, kimga ayon? Mushukchani sog'indim darrov. Buni bilarmi birov? Mimi! Ah, seni oting Mimi bo'lsin. Mimi! Endi Mimi bilan men qalin do'stlarmiz, to'g'rimi? Mushukchamiz yoqimtoy biram, uni hamma yaxshi ko'radi. Uni hamma yaxshi ko'radi. Assalomu alaykum. Hoy do'stlar, bilasizlarmi? Uydagi mushuklar bizni doim xursand qiladi. Ha, Xudo akam Umardek, chunki uni mimisi bor. Alhamdulillah. Ketdik, yordam beramiz. Subhanalloh, yashasin. Yetib keldik. Alhamdulillah. Meni o'zingiz bilan sohilga olib kelganingiz uchun rahmat. Arzimaydi. Sendek yoqimtoy bolani bajonidil olib kelamiz-da. Qoyil, qaniydi tezroq suvga tushsam. Men dengiz chigonoqlarini topmoqchiman. Men qumdan qasr qurmoqchiman. Voy, bundan oldin menga bo'yri to'shashga yordamlashib yuborasizlarmi? Albatta. Imkon qadar dastyor bo'ling ota-onaga. Qumga to'shaymiz bo'yra. Ha, bajarildi. Keling hammaga yordam beramiz. Shunda baxtli bo'lar hamma, alhamdulillah. Voy Umar, qarang. Voy, biram chiroyli ekan. Nima? Hey, Xana, u yoqqa qara. Huvanavi qisqichbaqa qisilib qopti. Ha? To'g'ri aytasiz, Umar. Oyi, dada. Nima gap, Umar? Ana bu yoqda qisqichbaqa ko'rdim. Katta xodaga qisilib qopti. Ha? Bechora qisqichbaqa, unga yordam berdingizmi? Yo'q. Umar, Alloh boshqalarga yordam beradiganlarni xush ko'radi. Yordam qo'lini cho'zgan odamga ajr va savoblar yoziladi. Xana, unda hoziroq qaytib, o'sha qisqichbaqaga yordam beraman. Men ham. Mashalloh, sizlar bilan faxrlanaman bolalar. Xana, ketdik, qisqichbaqaga yordam beramiz. Xo'p. Qisqichbaqaga yordam beramiz birga. Men bu yoqdan. Men esa bu tomondan. Ha, buni uddaladik. Xayr, qisqichbaqa. Ha? Yo'q. Nima? Umar, Xana, Ravim. Ha? Shirinlik yeysizlarmi? Menda muzqaymoq bor. Keling, yordam beraman sizga. Ular o'xshaydi og'irga. Bir ikkitasini ko'tarib olay. Voy, rahmat senga. Voy. Dada, dada. Nima bo'ldi, Umar? Oyog'imni nimadir ushlab turibdi. Ha?
Hop. Endi nima qilamiz, dada? Kutib tur. Hozir borib yordam chaqiraman. Xavotir olmang, akajon. Xo'p. Yordam bering. Yordam kerak. Bu yoqqa. Bizga yordam kerak, iltimos. Iltimos. Ya. Ha, janob, nima bo'ldi? Bu meni o'g'lim. Oyog'i tiqilib qoldi. Voy, menimcha oyog'im endi bo'shadi. Yashasın! Alhamdulillah. Rahmat senga qisqichbaqa. Xayr. Oyi. To'g'ri aytibsiz, oyijon. Alloh boshqalarga yordam beruvchilarni xush ko'radi. Alloh bizga ham yordam beradi. Endi doim boshqalarga yordam beraman, oyi. Men ham. Ha, yaxshi o'ylabsan, Umar. Menga ham yordamlashasizlarmi? Endi uyga qaytamiz. Albatta. Keling hammaga yordam beramiz. Shunda baxtli bo'lar hamma, alhamdulillah. Shunda baxtli bo'lar hamma, alhamdulillah. Assalomu alaykum. Voy, do'stlar, bilasizlarmi? Agar boshqalarga yordam bersak, muhtoj bo'lganimizda Alloh ham bizga yordam beradi. Va Alloh bizni yaxshi ko'radi. Alhamdulillah. Hoy Faris, bismillah bilan boshla. Sportni yaxshi ko'ramiz juda. Futbol, kurash, badminton. Birga o'ynaymiz har on. Shunda bo'lamiz sog'lom. Voy. Bunchalik qizishma, Faris. Faris, nima bo'lyapti? Qanday zarba berishni umuman bilmayapman. O'rganib olguncha urinishdan to'xtama. Bismilloh bilan boshlashni ham unutmaylik. Bismilloh deb boshlasak, barcha ishlar osonlashar. Shunday deganingizda esa chuqur nafas oling, qarab tur. Allohga juda ham xotirjam ekanligingizni ko'rsatinglar. Rostami, Laylo xonim? Biz buni sinab ko'rmoqchimiz. Ajoyib. Yodda tutinglar. Boshlashdan avval nima deyish kerak ekan? Bismillahirrohmanirrohim. Bismilloh deb boshlasak agar, Barcha ishlar osonlashar. Qoyil, zo'r urdim. Alhamdulillah. Yaxshi bolalar. Menda har biringiz uchun qiziqarli o'yinlar bor. Voy, Kim o'ynashni xohlaydi? men xohlayman. Birinchi o'yinning nomi Gardishni tushirib yuborma. Voy. Umar, bo'la qol. yaxshi, lekin boshlashdan oldin nima deyishimiz kerak? Bismillahirrohmanirrohim. Bismilloh deb boshlasak agar, Barcha ishlar osonlashar. Tayyormisizlar? Boshladik. Tezroq! Qana? Tezroq! Menimcha birinchi o'yinda hamma yaxshi ishtirok etdi. Ikkinchi o'yinning nomi esa ot va ilbol. voy, Umar, men yulib olaman, maylimi? mayli. Men tayyorman. Umar, bor, ko'ktakni ol. Men esa yo'q, Faris. Boshlashdan oldin nima derdik, xo'sh? Bismillahirrohmanirrohim. Bismilloh deb boshlasak agar, Barcha ishlar osonlashar.
Tayyormisan? Ha, Unda ushla. juda baland-ku. Voy, 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 voy. Voy, 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 voy. Ah! Voy. Voy. Alhamdulillah. Barakalla bolalar. Endi oxirgi o'yinga navbat keldi. Hamma tayyormi? Bugungi eng so'nggi o'yinimizning nomi tennis koptogi bilan muvozanatni saqlash. Voy. Umar, birinchi men chiqsam bo'ladimi? Albatta, lekin boshlashdan oldin nima derdik, xo'sh? Ya, Fariz. Mashaqqatlar menga cho't emas. Ko'prik ustidan o'tishim ko'ring. Qoshiqda o'ynatib koptok. Oy, 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 oy. Fariz. Voy. 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 Men hech qachon o'ta olmayman. Fariz, Laylo xonim bizga nima degani esingdami? Ajoyib. Yodda tutinglar. Boshlashdan avval nima deyish kerak ekan? Bismillahirrohmanirrohim. Bismillah deb boshlasak agar, Barcha ishlar osonlashar. Mashaqqatlar menga cho't emas. xotirjam bo'l, o'tasan albat. Bismillahdan boshlagin ishni. Shuni zinhor unutma faqat. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Fariz, buni uddalading, do'stim. Qoyil, barakalla Fariz. Yashasın. Alhamdulillah. Rahmat Umar. Bundan buyon bismillah deb aytishni hech qachon unutmayman. Bismillah deb boshlasak agar, barcha ishlar osonlashar. Assalomu alaykum. Bismillah deb boshlaganimizda Inshaalloh hamma ishlar osonlashadi. Alhamdulillah. Ushbu mulk barvaqt uxlang. Ya, baliq oviga kelish menga biram yoqadi. biz ko'p baliq tutishimiz kerak. Yordam bering, aka. Qani bo'l, xana tortamiz. Xo'sh, nega hali ham uxlamayapsizlar? Yaxshi uxlab, ertangi sayohat uchun kuch to'plashingiz kerak. Sayohat. Men ko'p baliq tutmoqchiman. Men esa sayohatga chiqqanimizda gulxan yoqmoqchiman. Kechqurun esa hammamiz Gulxan atrofida hikoyalar eshitib, qo'shiqlar aytamiz. yana biz osmondagi yulduzlarni tomosha qilishimiz mumkin. Albatta, lekin avval to'yib uxlab olishingiz kerak. Xo'pmi? Voy, yana sayohatimizni xayol qilib yotmoqchi edim. Men ham. Ertaga ertalab ham o'ynashimiz mumkin, to'g'rimi? Bandam dam olsin deya tunni yaratgan Alloh. Barvaqt uxlab, barvaqt turamiz. Quvvat to'lib, yozilib, charchoq deymiz. Bismikallohumma ahya va amutu. Shirin tushlar ko'ring, bolajonlarim. Xayrli tun. Xana. Voy, uxlab qoldingmi? Sayohatga borishimizni sabrsizlik bilan kutyapman. Ha, men nima qilishni bilaman. Mana. Xana, kel, baliq tutishni birga mashq qilamiz. Yuramiz. Chodirimiz tayyor. Endi yulduzlarni tomosha qilamiz. Yaxshi. Umar, qani, tura qolinglar.
Birozdan keyin ketamiz, bolajonlar. Xo'p bo'ladi. Umar, Hanna, Alhamdulillah, biz dam olish maskanidamiz. mhm. Yuringlar, baliq ovlaymiz. Qani ketdik bolalar, atrof qanday ajoyib. Baliqlar ham ko'p ekan, qarang yuribdi suzib. Meni uyqum kelyapti. Hech narsa tutolmadim. Voy! Charchadim. Charchadim. Ha, kelinglar gulxan yoqamiz. Ha? Qani bolalar keling, birga gulxan yoqamiz. Atrofdan o'tin yig'ib. Birga gulxan yoqamiz. Shuncha paytdan beri faqat o'zim qo'shiq aytibman-da. Umar, Hanna, nega buncha xomush ko'rinasizlar? Kecha tunda sayohatga borishimizdan juda xursand bo'ldik. Shuning uchun hamma narsalar qildik. O'z vaqtida uxlamadik. Shuni deb bugun darrov charchab qoldik. Xayol qilgan birorta ishimizni ham bajara olmadik, chunki Charchab charchab uyqumuz keldi. Bolajonlarim, kechasi uxlamaganingiz uchun charchab qolgansiz. Agar kechasi uxlamasak, tanamiz dam ololmaydi. Keyin bizda yetarlicha quvvat bo'lmaydi. Shu bois o'zingizda charchoq sezgansiz. to'g'ri. Biz bor quvvatimizni tiklab olishimiz uchun Alloh tungi vaqtni yaratgan. Bandam dam olsin deya tunni yaratgan Alloh. Erta uxlab barvaqt turamiz. Quvvatga to'lib yozilib charchoq. Endi doim barvaqt uxlayman. Men ham. Uyg'onganimizda esa yana bardam va kuchli bo'lamiz. To'ppa to'g'ri. Qani borib uxlaylik unda. Oyi, dada, xayrli tong. Xayrli tong. Salom. Allohumma solli ala Muhammad. Ya Allohim nasib et bizga Rasululloh xulqin. Deymiz bismillah Allohumma ahya va amut. Yashaymiz va jon beramiz Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum. Voy do'stlar, bilasizlarmi? Har doim barvaqt uxlagan afzal. Bizga tun dam olishimiz uchun berilgan. Shunda hamisha bardam uyg'onamiz. Yana kuchlarga to'lib. Alhamdulillah. Oyim bilan dadamni sog'indim. Ha? Ha? Voy! Voyjon, dadajon. Oyi, dada. Sizlarni juda sog'indim. Sufi, nima bo'ldi shakarim? Hammasi joyida. Biz hamisha yoningdamiz. Oyim bilan dadamni sog'indim. Sufi, qo'y yig'lamagin. Biz hamisha yoningda. Bor mehrimiz senga armug'on. Sufi, oyim bilan dadangni sog'inganda Ularni haqqiga duo qilishing mumkin. Lekin men qayta duo qilib bo'ldim. Boshqa hech narsa qila olmaymanmi? Yana nima qilsang bo'lar ekan? Allohga ibodat qilib, oying bilan dadangni mukofotlashini so'rashing kerak. Bu bilan nima demoqchisiz, xola? Hozir o'zim tushuntiraman. Har safar yaxshilik qilganingda Allohdan mukofot olasan. Shunda Allohdan seni o'rningga ota-onangni mukofotlashini so'raysan. Unda yaxshi ishlar qilib,
Allohdan oyim bilan dadamni mukofotlashini so'rayman. Hoy, bugun havo juda ajoyib. Kelinglar boqqa boramiz, a? Ha? Sofi. Sofi, Sofi. ola qol. Doim yaxshilik qilib so'rayman Allohimdan, oyim bilan dadamni asrasin panohida. Juda yoqimtoysan, alhamdulillah. Sofi juda yaxshi o'g'ilsan. O Allohim, yaxshiliklarim uchun mukofotlarni oyim bilan dadamga ber, maylimi? Ularni biram sog'indim. Ha? Xola, amaki, bechora o'rdakni qaranglar. Voy, bechoragina. Hozir senga yordam beraman, ha? Ha? Qaranglar, hamma yoq chiqindiga to'lgan. Doim yaxshilik qilib so'rayman Allohimdan, oyim bilan dadamni asrasin panohida. Juda yoqimtoysan, alhamdulillah. Sofi juda yaxshi o'g'ilsan. O Allohim, yaxshiliklarim uchun mukofotlarni oyim bilan dadamga ber, maylimi? Ularni juda ham sog'indim. Voy. Voy, bu qanaqa ovoz? Voy, voy. Mana boryapman. Voy. Voy. Bechora mitti qushcha, yolg'iz qolib yiqilib tushdingmi? Hammasi yaxshi bo'ladi. Xavotir olma. Senga o'zim yordam beraman. Voy, voy. Voy. Sofi, balki senga yordamlashib yuborarman, a? Yo'q, rahmat, amaki. Buni o'zim qilmoqchiman. Voy. Sofi, qo'y yig'lamagin. Biz hamisha yoningda, bor mehrimiz senga armug'on. Sofi, qara, mitti qushchaga yordam berding, ko'rdingmi? Menimcha sen ham xuddi ota-onangdek juda mehribonsan. To'g'ri, ular ham ko'makka muhtojlarga doimo yordam berishardi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, ular hamisha yordamlashishadi. Menga shunday g'amxo'rlik qilayotganingiz uchun sizlarga ham rahmat. Ikkingizni ham juda yaxshi ko'raman. Xola, amaki, so'z beraman. Men har doim sizlarga yaxshilik qilaman. Assalomu alaykum. Voy do'stlar, bilasizlarmi? Yaxshi ishlar qilsak, shunga yarasha savob olamiz. Keyin Allohga duo qilib, Ajru savoblarimizni ota-onamizga bag'ishlaymiz. Alhamdulillah. Shuni qarzga olib tursam bo'ladimi? Assalomu alaykum bolalar. Va alaykum assalom, Laylo xonim. Bugun biz qarzga olish va ruxsat so'rash haqida gaplashamiz. Qarzga olish va ruxsat so'rash? Gar olmoqchi bo'lsangiz, boshqalar narsasini doim so'rang samimiy, foydalansam maylimi? Iltimos berib turding. Mayli, bemalol. Boshqalarni hurmat qilsak, bu Allohga xush kelar. Meni ham qarzga
qarzga olgim kelyapti. Voy, yo'q, qalamim sinib qoldi. Rahmat, Sora. Arzimaydi. Sora, shuni sendan qarzga olib tursam bo'ladimi? Bemalol olaver. Rahmat, Sora. Arzimaydi. Voy, juda zo'r ekan. Xona, u menga ham kerak. Qoyil, juda chiroyli chiqdi. Voy, juda chiroyli chizibsiz, aka. Albatta. Sofi, shuni sendan qarzga olib tursam bo'ladimi? Albatta, olaver. Rahmat, Sofi. Gar olmoqchi bo'lsangiz, boshqalar narsasini doim so'rang samimiy, foydalansam maylimi? Iltimos berib turding. Mayli, bemalol. Boshqalarni hurmat qilsak, bu Allohga xush kelar. Voy! Nuru, shuni sendan olib tursam bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi. Mayli. Qoyil. Sora, shuni sendan qarzga olib tursam bo'ladimi? Rahmat, Sora. Dada, qarang, menda nimalar bor. Juda ko'p ekanmi? Lekin ularni qayerdan olding? Hammasini do'stlarimdan qarzga oldim. Do'stlaring bularni senga berishni xohlashgani aniqmi? Men ulardan ruxsat so'radim. Endi bularning hammasi meniki. Xana, bularning hammasi do'stlaringniki. Aslo seniki emas. Nimanidir qarzga olgach, qaytarishni unutmang, chunki ular sizniki emas. Endi meniki deb o'ylamang, egasiga qaytarmoq kerak, yo'qsa ranjib qoladi do'stlar. Xo'p. Allohga ham xushyoqar bu ishlaring. Aqlli qizalog'im. Xayr, dadajon. Xayr. Paris. Xona? Voy! Xona kelyapti. Narsalaringizni berkitinglar, tezroq. Yashiringlar. Nima? Xona kelyaptimi? Xona yana narsalarimizni qarzga so'rashni boshlaydi. Keyin ularni qaytarib bermaydi. Voy! Tinchlaninglar. Xana, Men shunchaki qarzga olgandim. hech qisi yo'q. Kela qol. Juda afsusdaman do'stlar, sizdan uzr so'rayman. Bu meniki deb o'ylab, katta xato qilibman. Meni kechiringlar bolalar, rostdan noto'g'ri tushunibman. Seni kechirdim, chunki do'stimsan. Agar nimanidir qarzga olsangiz do'stlar, keyin vaqtida qaytarishni ham unutmang. Shunda o'zgalarga hurmat ko'rsatib, o'zingiz ham topasiz hurmat. Boshqalardan qarz so'rash ayb emas. To'g'ri, lekin olgan narsangizni vaqtida egasiga qaytarish kerak. Alhamdulillah. Assalomu alaykum. Voy do'stlar, bilasizlarmi? Agar nimanidir qarzga olsak, ularni doim qaytarishimiz kerak. boshqalarning narsasini hamisha avalashimiz darkor. Bu Allohga ham juda xush keladi. Alhamdulillah. Qoyil,
endi og'rimaydi. Faris, tishlaringni yuvishni unutma. Xo'p bo'ladi. Oy, Ay, ay. Ay, Yum yum. Yum yum. Ol, yemaysanmi? Yo'q, rahmat. Qornim allaqachon to'ydi. Tishlaring juda ham kir ekan. Nima bo'ldi? Farizni tishi og'riyapti. Yo'q, og'rimayapti. Unda nega pechenye yemayapsan? Petyenyelar biram mazali. Voy! To'g'ri aytmanmi? Voy, nima bo'ldi Faris? Farizni tishi og'riyapti. Nima tishing og'riyaptimi? Qani ko'raychi. Tish shifokoriga borishing kerak ekan, Faris. Men borib oyingga aytaman, xo'p? Nega shifokoriga borishim kerak? Shifokor tishingni tekshirib ko'radi. Keyin yomon tishlaringni olib tashlaydi. Voy, og'ritadi-ku. Og'ritadimi? Voy, qo'rqaman. Yo'q, shifokorga bormayman. Endi do'stim, sen tezroq Shifokoriga bor. ular hech ham og'rimas. Yetib keldik. Salom. Yo'q, uyga qaytaylik. Kirishni xohlamayman, qo'rqaman. Darrov bo'ladi. Uyga ketgim kelyapti. Yuring, uyga ketaylik. Yo'q, sizga so'z beraman. Endi tishlarimni yuvib yuraman. Kel o'g'lim, o'tir. Oyi, uyga ketgim kelyapti. O'g'lim, tish shifokoriga kirishing kerak. Bo'lmasa tishingdagi og'riq qolmaydi. Voy, biram mazali ekan. Tishlarimni yaxshilab yuvsam bo'lardi. Faris, endi seni navbating. Voy, namuncha chiroyli. Kapitan Onyx. Assalomu alaykum, Faris. Va alaykum assalom. Voy, endi noysku. Ha, shunday. Demak, tishing og'riyapti, shunaqami? Ha, haligi Qani tishlaringni tekshirib ko'raychi. Kapitan Onyxni muxlisimisan, Faris? Ha, Kapitan Onyx kuchli. Yana juda ham chaqqon. Unday bo'lsa, buni ola qol. Sen ham Kapitan Onyxdek kuchli bo'lasan. Ha, Yaxshi, endi og'zingni och. Avval ko'raylikchi. Tishingda kavak bor ekan-ku. nima? Kavak? Endi uni sug'urib tashlaysizmi? Xotirjam bo'l, tishingni olib tashlashga hojat yo'q. Rostdanmi? Tishingni yuv, Tishlarimni yuvaymi? ularni tozalab, plomba qo'yamiz. Lomba qo'yasizmi? Plomba qo'yamiz. Ha, endi og'rimayapti. Voy, qanday zo'r tishlarim endi oppoq. Juda ajoyib. Doim bo'lsin tishlar shundoq. Voy. Tozalashni qilmaganda sog'lom tishlar bo'lsin tanda, sog'liq ham mustahkam bo'lur insonda. Endi bundan buyon har kuni tishimni yuvib yuraman.
6 oydan keyin yana yonimga kel, xo'pmi? Tishlaringni tekshirib qo'yaman. Xo'p bo'ladi. Bu senga Qoyil. Katta rahmat. arzimaydi. Faris, tishingni yuvdingmi o'g'lim? Ha, oyijon. Alhamdulillah. Assalomu alaykum. Voy do'stlar, bilasizmi? Tishlarimizni yuvib yurishimiz kerak. Rasuli akram ham shunday qilganlar. Shuning uchun Tishlarimizni yuvib yurishga odatlanaylik. Alhamdulillah. Umar, Hanna, salom deng. Ha? La 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 la. Hmm? Ha? Ha. Hoy. Assalomu alaykum. Ha? Va alaykum assalom. Tortlar festivaliga borasizmi? Oho, keyinroq boraman. Avval bu yerni tozalab qo'yishim kerak. Kuningiz xayrli o'tsin. Katta rahmat. Yaxshi boring. Ishingizga omad. Dada, u kim? Siz uni taniysizmi? Yo'q, tanimayman. U bilan hozirgina tanishdim. Unda nega unga salom berdingiz? Hey aziz bolajonlarim, salomlashmoq odatdir. Hammaga salom ayting va hamisha do'st bo'ling. Oo, biz ham salomlashmoqchimiz, dada. Mana pishiriq tortlar festivali uchun. Qoyil. Uni Kunbot kuniga qadar olib borishingiz mumkin, xo'pmi? Kunbot kuniga qadar? Kun botishi qorong'i tushishdan oldingi vaqt. Xo'p bo'ladi, oyijon. Assalomu alaykum, ustoz Muso. Allohu akbar. Voy. Va alaykum assalom. Tortlar, bepul shirin tortlar. Qani tezroq tortlar festivaliga kelinglar. La 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 la. Tort, 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 tort. Hoy aziz bolajonlarim, salomlashmoq odatdir. Xo'p bo'ladi, dada. Hammaga salom ayting. Va hamisha do'st bo'ling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men Umarman. Men esa Hannaman. Men Yukiman. Ha? Sizlar ham tort festivaliga boryapsizlarmi? Ha, biz tortimizni Kunbot kunicha olib borishimiz kerak. Qorong'i tushyapti. Tezroq bora qolinglar. Ha, to'g'ri. Hozir boramiz. Bo'pti, yaxshi qol. Yaxshi boringlar. Qoyil, yangi do'st orttirdinglar, shundaymi? Ha, shunday, dadajon. Ha? Voy. Ha, qani men ko'raychi. Xo'p, dadajon. Voy. Tortlar festivalining ishtirokchilariga tortlaringizni tezroq bo'yab qolib kelinglar. Hademay tortlar festivalini boshlaymiz. Tezroq borish kerak, dada. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, nima bo'ldi? Aravamiz buzilib qoldi. Unda tuzatish kerak. Qo'ying. Albatta. Mana bo'ldi. Tuzatdim. Alhamdulillah. Rahmat. Arzimaydi. Axir bir chetda qarab tura olmasdim-ku. Bo'linglar, kech qolyapmiz. La 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 la. Tezroq tort yesam edi. Assalomu alaykum va alaykum assalom. Sizga tinchlik tilayman, har kim va barchangizga.
Keling har birimizga odat bo'lsin salomlashish. Pok niyat qiling mudom, Alloh sevadi har dam. Qoyil. Qo'y, Hanna. Seni savatchang qani? Dadajon. Yo'q, u yo'qda. Qayerdaligini bilmayapman. Hech qisi yo'q, qizim. Uni albatta topamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu seniki emasmi? Uni o'rindiqdan topib oldim. Katta rahmat, Yuki. Kelinglar, endi tort yeymiz. Axir festival boshlandi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Voy do'stlar, bilasizlarmi? Salomlashish orqali biz do'stligimizni ko'rsatamiz. To'g'ri. Yana yangidan yangi do'stlar orttiramiz. Alhamdulillah. Velosiped minamiz. Voy. Ketdik aka, ketdik. Haydang. Shoshma, Hanna. Yo'lga tushish oldidan duo aytmadik-ku. Ha. To'g'ri aytasiz. Bismillahirrohmanirrohim. Qo'y, men keldim. Umar, Hanna, sizlarga ajoyib sovg'am bor. Voy! Zo'r velosiped ekan, ha? Katta rahmat, dadajon. Arzimaydi. Qani, yuringlar, bog'da aylanib kelamiz. Hayya, shoshmang bolalar. Yurishdan oldin nima deyish kerak? Men bilaman, dada. Safarimiz yaxshi o'tsin deb duo o'qiymiz. To'g'ri. Yana himoya vositalarini taqib olishingiz kerak. O'zimiz ham ehtiyot choralarini ko'rishimiz joiz. Xo'p bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Voy! Hey! Voy! Qiyinish ekan. Hech qisi yo'q, Hanna. Astoydil harakat qil. Qattiqroq bos, Hanna. Bo'lmasa yurmaydi. Xo'sh. Aha. Yaxshi. Unda bunday minib ko'rchi. Bemalol. Ya. Voy! Voy! Men olmayapman-ku, ha? Bip. Kattaroq bosing akajon, bo'lmasa yurmaydi. Ya. Umar, ehtiyot bo'l. Ko'rishguncha, Hanna. Hanna, sen ham pedalni shunday aylantirishing kerak. Endi yuryapti. Rahmat dadajon. Arzimaydi, qizim. Voy! Qo'rqma, ushlab oldim, Umar. Bo'ldi. Ehtiyot bo'l, xo'pmi? Xo'p bo'ladi, dada. Ikkingiz ham ehtiyot bo'ling. Xo'p bo'ladi, dada. Voy Umar, ana u daraxtgacha boramizmi? Kim birinchi yetib borsa, o'sha yutgan bo'ladi. Ya, Hanna, shoshma. Voy Umar, to'xtang. Voy! Ya. Voy, juda past ekan, ha? Men qo'rqyapman. Yaxshi sekin tushaman. Sirayam qo'rqma, Hanna. Kel, duoni o'qiymiz. Akajon, ehtiyot bo'ling. Hech narsa qilmaydi. Axir duoni o'qiganman-ku. Ha! Voy! Astag'firulloh alazim.
Lat yemadingmi, Umar? Shunaqa shekilli. Dada, avval duoni o'qib oldim, lekin baribir yiqilib tushdim. Nega dadajon? Duoni aytish juda muhim, lekin ehtiyot bo'lish ham muhimdir. Men shunaqa qildim, judayam ehtiyot bo'ldim. Sal sekinroq haydashing kerak, xo'pmi? Shunda hech narsa qilmaydi, inshaalloh. Xo'p bo'ladi dada. Bundan buyon ehtiyot bo'lib minaman. Barakalla. Doim sog'-omonmiz Allohim, har narsaga imkon beradi. Sensiz juda ojizmiz Robbim, shunday ekan qo'llagin bizni doim. Deymiz faqat o'zingga shukr. Izmingdamiz, ne bo'lsa taqdir. Alhamdulillah. Assalomu alaykum. Hoy do'stlar, velosiped minishdan oldin Duoni o'qish kerak. yana shuningdek Doim ehtiyot bo'lish kerak. Shunda hech qayrimiz lat yemaydi inshaalloh. Alhamdulillah.